Assalomu alaykum akalar. Yana o'sha Damas mashinamizda bez rasxod ko'p deb nolishyapti. Ko'pchilik masalan tozalatgandan keyin, yuvdirgandan keyin ham bez rasxodim kamaymayapti deyishyapti. Buni ichida ignasi bo'ladi, bezni sochib beradigan igna bo'ladi. Buni ko'pchilik simda tozalashyapti. Yo, bu simda tozalab bo'lmaydi. Bu o'ta yumshoq material bo'ladi. Mas sim tiqqandan keyin bu teshikchasiga, bu teshik kengayib bo'ladi. Natijada bezni doimo sochadigan bo'ladi. Bezni rasxod ko'payib ketib qoladi, yo bo'lmasa yoyilib ketadigan bo'ladi, yo tochka o'sha sparatilga yoki bo'lmasa porshun ustiga irg'italmaydigan bo'lib qoladi. Natijada mashina yaxshi gaz ko'tarmaydigan bo'ladi, yo bo'lmasa bez rasxod ko'payib ketib qoladi. Buni mana bunaqangi karibda zavodskiy holatiga tegmasdan tozalash kerak, yo bo'lmasa yangi qo'ygan yaxshi. Karburatorda yana bitta muammo, mashina gazovat olib ketadi, texotda yaxshi turmaydi, texot o'ynaydi deydiganlarga, masalan, gazovat olib ketsa ko'pchilik mana bunaqa prijni qo'yib qo'yishyapti. Yo, bu prijni qo'yish xato. Bu gaz pedalni sindiradi, gaz trosni xullas uzib yuboradi. Bu qo'yish xato, pedal qattiq bo'lib qoladi. Buni qo'yish xato. Buni eng tinchi mana bunaqa vtulkalari bo'ladi, tangachalari bo'ladi. Albatta shu tangachalarni qo'yib reber qilinsa, mana shu chetdan havo so'rmaydi. Shu havo so'rmagandan keyin karburator bezinda ham, gazda ham texotda zo'r turadigan bo'ladi, gazovat olmaydigan bo'ladi, muammo qilmaydigan bo'ladi. Karburator ochilgandan keyin har bitta detal zapchaslariga e'tibor bilan qarab yig'ilsa yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa mana shu arzimagan narsa ham obratnik klapni deyiladi. Katta vazifani bajaradi.